Salam ekran aldı görünmən dostlar. Hazır qoxtanlar xeyirlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugun sizlarga özümden ait qiziqadigan bir tema ustida video ishildim. Sizlarning mu qiziqib va yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Hayotımızda ait ko'p ishlatilgan taqdir qismat degan atalg'uning ilm-fan tadqiqotidagi yana bir xil atilish usuli bo'lgan kepinak unumi, ya'ni Hudiye Shaoyin degan nazariya bilan tunishib chiqamiz. Unda qolsa videoni boshlashdan burun bir qancha savol bilan boshlay. Siz başqalarının hayotiga qanday ta'sir ko'rsatdingiz? Sizning tanlagan yo'lingiz, bergan qaroringiz qanchalik insonning hayotiga ta'sir ko'rsatdi? 1961 yili Amerika matematika va meteorologiya mutaxassisi Edward Lorenz kompyuter programmasi orqali atmosferadagi havo iqlimini tahlil qilish uchun matematikalik sistema loyihalatdi. Birinchi qatimliq sinoqda 0,1 millionda 506,127 sonlik sistemaning boshlang'ich soni shaklida kirgizdi va oxirgi to'g'ri bo'lgan natijaga erishdi. Ikkinchi qatimliq sinoqda birinchi qatimliq sinoqdagi sondan ko'p farqlanmaydigan 0,506 sonini sistemaga kirgizdi va birinchi qatimliq sinoq natijasidan osmon zamin farqlanadigan natijaga erishdi va kichik bir o'zgarishning nihoyat cho'ng o'zgarishlarga sabab bo'lganligiga hayron qoldi. 1963 yili meteorologiya jurnalida yozgan maqolasida birinchi qitim kepinak unumi degan atalg'uni ishlatdi. Amazon o'rmonida lapildab turgan kepinak Amerikada bo'ronning chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Boshqa bir misolda bir kepinakning lapildab uchishi yer sharining yarmini aylanib chiqa oladigan quyun chiqarishi mumkin. Bu xil misol berishdagi asosiy maqsadi bo'lsa, kepinak qantining lapildishi o'xshash nihoyatda kichik ishlarning kelgusida nihoyatda cho'ng ishlarga sabab bo'lganligini tushuntirmoqchi. Undaq bo'lsa, kepinak unumi degan nima? Kichik o'zgarishlarning cho'ng va mo'ljalligiz bo'lmaydigan natijalarga sabab bo'lganligini ko'rsatgan bir nazariya. Hayotimizni bir sistem shaklida ko'rsak, hamma narsa bir-birisi bilan bog'lanishliq. Eng kichik bir o'zgarish aloqasi bo'lmaydigan boshqa bir cho'ng o'zgarishga yo'l itishi mumkin. Reallikdagi hamma narsa o'tmishdagi ba'zi tanlashlarning va harakatlarning natijasi. Chunki eng boshdagi kichik bir harakat kelgusida bizga nihoyat og'ir oqibatlar olib kelishi mumkin va yoki ijobiy natija olib kelishi mumkin. Unda qolsa bir qancha misollardan ko'rib chiqaylik. Agar bu xato burilish bo'lmagan bo'lsa, Birinchi dunyo urushi yuz bermagan bo'lardi. Birinchi dunyo urushi hayotimizni butunlay o'zgartgan bir voqea. Agar yuz bermagan bo'lsa, nazariya jihatdan aytganimizda natijasi o'xshashlam nachar bo'lardi. Chunki boshqa bir nihoyat qo'rqinchli urush yuz berishi mumkin-di. Ba'zi olimlarning farazlariga qaraganimizda Birinchi dunyo urushi yuz bermagan bo'lsa, cho'qim Ikkinchi dunyo urushi mo bo'lmagan bo'lardi. Hitlermi boshqa chiqmagan va 60 milliondan ortiq inson o'lmagan bo'lardi. Ammo hozirgi butun tarixchilar Birinchi dunyo urushining cho'qimlam yuz berganligiga ishonadi. Birinchi dunyo urushini nurg'un omillar keltirib chiqargan. Men bu videomda shu omillarning biri bo'lgan, agar yuz bermagan bo'lsa, Birinchi dunyo urushini butunlay o'zgartira oladigan bir hodisani so'zlab beray. Bir qatimliq ajallik burilish va to'xtab qolmaslikka kerak bo'lgan mashina. 1914-yili 6-oyning 28-kuni atdiganda Avstriya bosh vaziri Franz bir faoliyatga mangan yo'lda ma'lum bir guruh tarafidan suiqasdga uchraydi. Hujum qilguvchi guruhlar Franzning mashinasiga qo'l bombasi otadi. Lekin bomba boshqa bir mashina tegib portlaydi va boshqa insonlar yaralandi. Hujumchilar qochib ketdi va Franz mo qutulib qoldi. Shu kuni kechda Franz yaralanganlarni yo'qlab kelish uchun yo'lga chiqdi. Yo'lda shofer bexassizlikdan boshqa bir yo'lga agilib kirib qoldi. Mashina to'xtatib, orqasiga agilib chiqib ketay degan vaqtda shu ko'chaning o'ng tarafidan kelayotgan attiganki hujumchilarning biri bo'lgan Sirbiriyalik Gavril Prinsip bularni bayqab qoldi va naq maydonda Franz va ayolni etib o'ldirdi. Agar Franzning mashinasi xato agilib qolmagan bo'lsa, Franz mo o'lmagan bo'lardi. Agar u o'lmagan bo'lsa, Avstriya-Vengriya imperiyasi qotilning davlatiga jang e'lon qilmagan bo'lardi. Germaniya Rossiyaga, Fransiya Belgiyaga, Angliya Germaniyaga degandek urushlar balki portilmagan bo'lardi. Agar Franz suiqasd uchirmagan bo'lsa, Birinchi dunyo urushimi biz hozir tarixda ko'rganimizdek bo'lmagan bo'lardi. Biz Birinchi dunyo urushini to'sib qola olmaymiz. Yana boshqa bir xil shaklda portilishi mumkin-di. Faqat oxirgi natijalari o'xshashmagan bo'lardi. Bularning hammasi mashinaning xato burilishidan kelib chiqqan. Agar bir pay o'q chiqargan bo'lsa, agar shu bir pay o'qni chiqargan bo'lsa, 60 million insonning o'limini
ve 2. Dünya urushini saqlab qolgan bo'ladi. Henry Tandy 1. Dünya urushidagi angliyalik askar. 1918-yili Fransiya safarida bir germaniyalik yaralangan askarni bayqab qoldi va ich og'ritib o'q chiqarmaydi. Bu germaniyalik yaralangan askar Adolf Hitler. Agar shu vaqtda Hitlerni bir pay o'q bilan o'ltirayotgan bo'lsa, Hitler 2. Dünya urushining harakatlantirgich kuchi bo'lmaydi. 2. Dünya urushi balki yuz beradi, belki yüz bermeydi. Eğer yüz bergen taqdirdimi 60 milyondan köp insan ölmegen bulatdi. Bu 60 milyon insan mı balca aqılıq bulatdi ve bularning arasida dünyanın taqdirini özgertələydiğən Einstein oxşaş insanlar çıkış mümkündü. Bularning hamısı bir askarning düşman askari bolgan Hitlerni öldürmegenligidan kelip çıkan özgüreşler. Gündelik hayatımızda muştun oxşaş minglagan ahvollarni eslayalıyız. Hayatımızda yüz bergen işlarga azıroq özgüreş bolsıkan deb oylamay tura olmaymiz. Her birimizden hayatında biz es qılaylı yoki es qılmaylı nurg'unlagan özgürleşler yüz beratıdı. Bizden bir-birimiz bolgan ta'sir kuchimiz o'ylaganimizdan mı nayet yuqori. Düşünceniz qancha aşqancha dunyoga bolgan ve hayatınızda yüz berayotgan özgürleşlerini texim aniq ko'ra olasiz. Mushu bir qancha kun ichida Amerikada yuz bergan ichinishli voqeani misol qilsak, agar shu kuni shu saqchi damilishda bolgan bo'lsa, George Floyd o'lmagan bo'ladi. Eğer George Floyd $20 saxta pulni boshqa bir do'konda ishlatgan bo'lsa va do'konchi pulning rost yolg'onligini sezmay, saqchiga ma'lum qilmagan bo'lsa, hozir Amerikada bunchalik cho'ng qalaymiqonchilik yuz bermagan bo'ladi. Hozir yuz bergan qalaymiqonchilik George Floyddan boshqa o'nlagan odamning o'limiga sabab bo'ldi. O'xshashla minglagan insonlar ko'chalarga to'kilib ketdi va buning bilan birlikda minglagan insonga koronavirusi yuqumlangan bo'ldi. Ve bularning ichida yana yüzlagan insonning hayoti oxirlashidi. Mushunga o'xshash nihoyatda kichik bir samanlik tasvirligisiz cho'ng ofatlarga va balo qazo chiqishiga sabab bo'ldi. Bu yerdagi eng cho'ng xatolik saqchining George Floydni o'ldirishi. Lekin bu ishning yuz berishidan 1 soat burun bu ishning yuz berishini to'sib qola oladigan nurg'unlagan kichik va inchik omillar mavjud. Bugun siz chiqargan har bir qaror nihoyatda muhim. Har bir qaroringiz hayotingizdagi siz mangmoqchi bo'lgan yo'nalishni ko'rsatib berdi. Hech qanday qaror yakka tanlash emas. Bu bir zanjirsimon voqealarga yo'l ochadi. Bugungi harakatingiz sababidan sonsizlagan kishilarning turmushi mos holda o'zgaradi. Ba'zilari bugun va mushu hafta yuz bergan ushoq ishlar bo'lishi mumkin. Ammo oxirgi tanlash hayotingizning yo'nalishiga ta'sir ko'rsatadi. Bular namisi nimadan derak berdi? Her birimizning hayotining nihoyatda qimmatli ekanligidan derak berdi. Sizning mavjudligingiz necha 10 milliard voqeaning natijasi. Sizning kelgusingizmi milliardlagan voqealarning natijasi. Shunga siz izchil qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni qo'llashing va arzu-armonlaringiz uchun tirishing. O'zingizni hargiz kichik chaqlamang. Sizning qilayotgan ishlaringiz kichik ishlar bo'lsin yoki cho'ng ishlar bo'lsin, hargiz sal qarmang yoki oddiy qarmang. Chunki bular sizning hayotingizga nihoyat cho'ng o'zgarishlar olib kelishi mumkin. O'xshashdan kelgusidagi ko'p insanlarning hayotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar hayotingizda o'zingizni önemsiz biri ekanligiga gumon qilsangiz, mana shuning siz nihoyatda muhim personajlardan birisi.